Alloh taologa shukrki, o'tgan 2025-yil yurtimizda, jumladan Farg'ona viloyatida diniy ma'rifiy sohada samarali, sermazmun va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan yil sifatida yodda qoldi. Davlatimiz rahbarining diniy sohani qo'llab-quvvatlash, ma'naviy ma'rifiy ishlarni rivojlantirishga qaratilgan doimiy e'tibori natijasida ushbu yo'nalishda qator muhim yutuqlar qo'lga kiritildi. O'zbekiston musulmonlari idorasining Farg'ona viloyati vakilligi hamda viloyatda faoliyat olib borayotgan imom xatiblar tomonidan inson qadrini ulug'lash, jamiyatda mehr-oqibat, bag'rikenglik, hamjihatlik va o'zaro hurmat kabi insoniy fazilatlarni mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Farg'ona viloyati bosh imom xatibi Ubaydulloh domla Abdullayev rahbarligida viloyatning shahar va tumanlarida aholi bilan ochiq muloqotlar o'tkazildi. Xususan chekka hududlarda amalga oshirilgan tashriflar davomida fuqarolarning murojaatlari tinglanib, ularning muammolarini ijobiy hal etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ko'rildi. Yil davomida imom xatiblar tomonidan jami 24666 ta ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazilib, unda aholining diniy ehtiyojlarini ta'minlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga ma'naviy yordam ko'rsatish, oilalarda tinchlik totuvlikni ta'minlash, yoshlarni sog'lom e'tiqod va ilm ma'rifat ruhida tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Haftaning chorshanba kunlari viloyat vakilligi hamda barcha masjidlarda fuqarolar qabuli yo'lga qo'yildi. Qabul jarayonlarida 15184 nafardan ortiq fuqarolar diniy, ijtimoiy, oilaviy va moddiy yordam masalalarida murojaat qildi. Viloyat bosh imom xatibi Ubaydulloh domla Abdullayev hamda vakil o'rinbosari Alisher domla Naimov qabullarida ishtirok etgan fuqarolar o'z muammolariga atroflicha javob hamda amaliy yechim oldilar. Hududlarda ham imom xatiblar qabulga kelgan murojaatlar ijobiy hal etildi. Yil davomida homiylar ko'magida viloyatdagi kam ta'minlangan, bemor, keksa va mehrga muhtoj 12874 ta xonadon holidan xabar olindi. Shuningdek, mehribonlik, muruvvat va saxovat uylariga hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamiga masjidlar va homiylar ko'magi bilan 4.5 milliard so'mdan ortiq xayriya mablag'lari yo'naltirildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Ko'hna Marg'ilon shahrida buyuk allomalar Burxoniddin Marg'iloniy nomiga bag'ishlangan ilmiy, amaliy va turizm majmuasining qurilish ishlari boshlandi. Ushbu majmuada Marg'iloniy hazratlarining ilmiy merosi abadiylashtirilib, shu bilan birga Farg'ona vodiysi tarixi va o'chmas iz qoldirgan buyuk ajdodlarimiz xotirasiga bag'ishlangan xiyobonlar, hunarmandchilik va turizm markazlari barpo etildi. 2025-yilda viloyatimizda 6 ta masjid tubdan rekonstruksiya qilinib foydalanishga topshirildi. 2 ta masjid tahoratxonasi to'liq yangilandi. Farg'ona viloyati vakilligi binosi ta'mirdan chiqarilib, xodimlar samarali faoliyat olib borish uchun barcha qulayliklarga ega xonalar tashkil etildi. Shuningdek, binoda kerakli texnika va jihozlar bilan to'liq ta'minlangan, imom xatiblar ishtirokida o'tkaziladigan yig'ilish va muloqotlar uchun maxsus zal ham barpo etildi. Yashil makon umummilliy dasturi doirasida masjidlar hududlariga 2500 ga yaqin manzarali va 1000 dan ortiq mevali daraxtlar ekildi. Imom xatiblar malakasini oshirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi huzuridagi malaka oshirish markazining Namangan viloyati filialida 39 nafar imom xatib va 32 nafar imom noib bilim va tajribasini mustahkamladi. Shuningdek, diniy ta'lim muassasalarini tamomlagan 49 nafar bitiruvchi imom xatib va imom noib lavozimlariga tayinlandi. 2025-yilning 26-noyabr kuni Farg'ona viloyati bosh imom xatibi Ubaydulloh domla Abdullayev Andijondagi Said Muhiddin
Maxtum o'rta maxsus islom bilim yurtida tahsil olayotgan 47 nafar farg'onalik talabalar bilan muloqot o'tkazdi. Ular barcha ilmlarni puxta egallab, kelgusida viloyatimizdagi masjidlarda xalqimiz ma'naviyati va ma'rifati hamda din xizmatida kamarbasta bo'lishlariga ishonch bildirildi. Yil davomida har payshanba kuni shahar va tumanlarda ma'naviyat mashg'ulotlari o'tkazilib, jami 48 marotaba bunday tadbirlar tashkil etildi. Masjidlar faoliyatini qonunchilik asosida yuritish, moliyaviy ishlar shaffofligini ta'minlash maqsadida imom xatib va mutavallilar ishtirokida 12 marotaba hududiy yig'ilish va davra suhbatlari o'tkazildi. Imom xatiblar xalqaro doirada tashkil etilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda ham ishtirok etdilar. Jumladan, Farg'ona viloyati bosh imom xatibi o'rinbosari Alisher domla Naimov Maxachqal'a shahrida o'tkazilgan ilmiy amaliy konferensiyada ishtirok etdi. Muborak Ramazon oyida Farg'ona tumani Xo'ja Abdulloh masjidi imom xatibi Abduvohid Mansuraliyev Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-Jersi shtatida o'tkazilgan xatmi Qur'onda ishtirok etdi. Bundan tashqari Farg'ona shahar bosh imom xatibi Jo'rabek domla Rahmonov, Marg'ilon shahar bosh imom xatibi Abdulfattoh domla Olimov hamda Sharq tumani Sarkor masjidi imom xatibi Rustamjon domla Qulmatovlar Toshkent shahrida zo'ravon ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha xorij tajribasini o'rganishga qaratilgan seminar treningda faol ishtirok etdilar. O'zbekiston musulmonlar idorasi Farg'ona viloyati vakilligi va imom xatiblar faoliyati hamda viloyatimizda amalga oshirilayotgan diniy ma'rifiy sohadagi islohotlar ommaviy axborot vositalarida keng yoritib borildi. Jumladan, imom xatiblar tomonidan diniy ma'rifiy mazmundagi 532 ta material tayyorlanib, viloyat vakilligining Al-Hidoya.uz sayti hamda masjidlar va imom xatiblar ijtimoiy tarmoq sahifalari orqali joylashtirib borildi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasiga qarashli Muslim.uz rasmiy veb-sayti, Hidoyat va Mu'minalar jurnallari, Islom nuri gazetasi hamda hududiy bosma nashrlar orqali jami 160 marta ma'rifiy targ'ibot chiqishlari amalga oshirildi. Ta'kidlash joizki, xalqimiz orasida ushbu nashrlarga bo'lgan qiziqish va e'tibor tobora ortib borayotgan bo'lib, ularni keng ommaga yetkazish va mazmunan boy tarzda targ'ib etishda diniy soha xodimlarining o'rni beqiyosdir. Xususan, viloyatimiz imom xatiblarining mazkur nashrlarni aholi orasida ommalashtirish va keng jamoatchilikka yetkazish yo'lida olib borilayotgan tizimli va fidokorona sa'y harakatlari natijasida Farg'ona viloyati respublika miqyosida yuqori ko'rsatkichlarga erishdi. Marg'ilon shahridagi Robiya Hoji ona masjidi imom xatibi Rahmatulloh domla Fayzullayevning Marg'ilon allomalari turkumidagi Ibratdir dunyo, Saqlasa kimni Xudo va Habibinga yetkurmani nomli kitoblari nashrdan chiqdi. 2025-yilda muborak Ramazon oyi ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Viloyatimizdagi 195 ta masjidda tarovih namozlarida xatmi Qur'onlar ado etildi. Yurtimiz kalomulloh nuri ila munavvar bo'ldi. Yordamga muhtoj, xasta va nogironlar, shuningdek, turli millatga mansub aholi vakillaridan ko'ngil so'raldi. ...2025-yilda 1600 dan ortiq farg'onaliklar muborak haj amallarini emin-erkin ado etishlari uchun zarur sharoitlar yaratildi. Faol va iqtidorli imom xatib va imom noiblarning 34 nafari muborak haj ziyoratiga hamda 30 dan ortig'i umra ziyoratiga guruh rahbari sifatida yuborildi. Muqaddas haj ibodatini ado etgan hojilar, imom xatiblar, mahalla raislari va faollari hamkorligida ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashga qaratilgan targ'ibot tadbirlarida faol ishtirok etdilar. Shahar va tumanlarda 22 marotaba sayyor seminarlar tashkil etilib, 4563 ta ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Mazkur tadbirlar davomida moddiy yordam ko'rsatish bilan birga 150 nafar ishsizlar ish bilan ta'minlandi. 270 dan ortiq notinch oilalar tartibga chaqirildi. 5 nafar fuqaroning uy-joylari ta'mirlab berilgan bo'lsa, yana 5 nafar boquvchisini yo'qotgan oilaga hojilar va homiylar ko'magida uy qurib berildi. ...2025-yilda ilk marotaba viloyatda faoliyat olib borayotgan diniy soha xodimlari o'rtasida sportning mini futbol turi bo'yicha Farg'ona viloyati vakilligi kubogi hamda Farg'ona viloyati hokimi kubogi o'tkazildi. Yuqori saviyada o'tgan musobaqaning Farg'ona viloyati vakilligi kubogida Danxara tumani, Farg'ona viloyati hokimi kubogida esa Buvayda tumani jamoalari birinchilikni qo'lga kiritdilar. Bundan tashqari yurtimizda dinlar va millatlar aro bag'rikenglikni mustahkamlash, diniy ma'rifiy sohada islohotlarni targ'ib etish yo'lidagi samarali mehnatlar uchun Besharaq tuman Sarkor masjidi
tumani imom xatibi hamda Farg'ona shahar bosh otinoyisi diniy bag'rikenglik ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Alloh taolo amalga oshirilayotgan barcha xayrli ishlarimizni barakali, samarali va yurtimiz ravnaqi uchun manfaatli bo'lishini nasib etsin.